O'rtoqlar, Dinamarka Namanganda bugun BMW i335L o'tgan safarga BMW ga ulgurmaganlar, bu safar ulgurib qolinglar. Telegram kanaliga birinchi joylaymiz, keyin Instagramga. Shuning uchun Telegram kanaliga ham a'zo bo'lib qo'yinglar. Mashinamiz oppoq 39.000 kilometr yurgan, 2023-yil kraskalari top-toza dedilar egalari. Bemalol o'zingiz xohlagan ustiga olib borib tekshirib olsangiz bo'laveradi. Bu BMW ni i3 biladiganlar o'zi yaxshi biladi. Bu elektromobil hisoblanadi. 500 kilometr zapas xod. Ammo mashinamiz juda ham ideal saqlangan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Shu oq BMW ga qizil salon qilingan ekan. Bu juda ham o'zgacha dizayn hosil qildi. Avtomobilda o'rindiqlar to'liq elektropaket hisoblanadi. Isitish tizimlari bor, katta multimedia ekrani bor, mashinamiz multiruli bor, panorama tomlarigacha bor. Mashinamizni egalari aytibdilar, bemalol tekshirib ko'rsatib olsangiz bo'ladi deyaptilar. Yumshoq shinalargacha toqib qo'yilgan ekan. Oq BMW yoqtirganlar uchun juda ham shokolad variantida narxini qo'yib qo'ydik. Narxini $31.000 ga tushirdik. Bemalol olib bosib olsangiz bo'laveradi. Bunaqa inomarkalarni o'tkazib olmaslik uchun Inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, BMW qidirgan, BMW ni yoqtirgan do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Mashinaning orqa tomoni juda ham keng ekan akalar. Orqada o'tirganlar uchun alohida deflektorlar, iqlim nazorati funksiyalari, zaryadnilargacha bor ekan, podstakanliklari ham bor ekan. Mashinaning qizil holati, aynan qizil salonligi menga juda ham yoqdi. Shaxsan sizga qanaqa mashinalar yoqishini kommentariyada qoldirib qo'ying.